Assalamu alaykum qadrli ko'ruvman do'stlar. 8 mart xonim qizlar bayramingizga muborak bo'lsin. Teninglar salomat, ishlaringlar texmu barakatli bo'lsin. Xo'sh, undaq dediqtinglar, programmamizning yangi mazmunlarida bo'lsin. Avtonom rayonimizning har qaysi rayonlaridan qizivilingan xotan gelimi degan xat tushirilgan yung to'qilma bo'yimlar xotan gelimining qadimdan hozirgacha jungo gilamchiligida intayin muhim o'rin tutadiganligini tushuntirdi. Ondaqda eng dastlabida Ordu xalqlarga tartu qilish bo'yimidan boshlanib, bugungi kunda xalqaro savdodagi muhim tovarga aylangan xotan gelimi qachondan boshlab to'qilishga boshlagan? Junxa go'hri bo'lgan xotan gelimiga qandaq sirlar yoshiringan? Qiziqsanglar, diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Gilam Uyg'ur qo'l hunar buyumlari ichida hammadan e'tiborli va eng keng umumlashgan mahsulotlarning biri. Xotan jungo gilamchiligining beshigi bo'lib, tarixdan Xotanda to'qilgan gilamlar va gilamchilik texnikasi o'ttir tuzlanlik va g'arbiy shimoldagi rayonlarga tarqalgan. Shunga gilam avtonom rayonimizning an'anaviy yung to'qimchilik san'at bo'yimi bo'lib qolmay, davlatimizning esil madaniyat meroslarining muhim tarkibiy qismidir. Xotan gilimi paydo bo'lish, pishib yetilish, rivojlanish, yana kelib Sharq gilimi degan nomga erishkichi bo'lgan jarayonlarga 3000 yildan ortiq tarix jug'lanmasi, varislik qilish va rivojlanish jarayonlari singan. Undaqda eng dastlabki xotan gilimi zodi qachondan boshlab to'qilishga boshlagan? Xotan gilimi zodi qandaq rivojlangan? Buningga qandaq tarixiy sirlar yoshiringan? Xotan gelimi uzoq tarixga ega. Mayli hozirgacha tepilgan qadimgi xotir putuklar yoki arxeologik tekshirish natijasida bayqalgan qadimgi gilamlar bo'lsin yoki Ming Qing sulolari davridagi gilamlar bo'lsin, hammasidan qo'yuq yerlik alohidilik aks etib turadi. Tarixiy xotirlarni qaraganda elimizning Qadimnoma degan asarlarda Sımachenning tarixnomasida 24 tarixida shuningdek keyingi mezgillarda yozilgan G'arbiy yurt xaritlik tazkirasida va Yuan Qing sulolari mezgillaridagi bir qator tarixlarda Xotan gilimi to'g'risida nurg'un qimmatli ma'lumotlar bor. Undan boshqa Qing sulolasi mezgillarida Xotan hukmronlarining Xotan gilimini isil Xotan gilimidan podshohga sovg'at qilib olganligi ma'lum. Hozirmi Beijing Xon saroyi muzeyida Xotan gilimining nusxasi Anargul yulduzgullik gilamlar saqlanmoqda. Lob Nahiyan Sampul qadimgi qabristonligidagi 4-nomerli qabrdan qazivilingan Xan davriga mansub uzunligi 78 cm. Kengligi 74 cm to'qilgan g'azon gullik chasi shakldagi gilam hozirgacha elimizda bayqalgan eng mukammal saqlangan gilam bo'lib hisoblanadi. Bu yung to'qilma egari gilimi bo'lib, taxminan 1800 yillar ilgari to'qilgan. Bu gilamning to'qilish usuli hozirgi gilamlar bilan o'xshash bo'lib, gilam qazivilingan vaqtimi ranglari nihoyatda ko'rkam. Shunlashqa bu gilam davlat tavarruki darajalik qimmatlik yodgorlik degan nomga muyassar bo'lgan. 80-yillarda Jungo, Yaponiya Niye xarobasini tekshirish atrofida 7-chi qatim Niye xarobasini tekshirib, buni qidirib tekshirib qazgan vaqtda yana bir jasad tavut sanduğunun ichiga cho'ng bir gilam, ostiga bir gilam silingan, jasadning ustiga gilam yepilgan holatda bularni bayqagan. Gilam yung to'qimachilik kasbi taraqqiy qilib, muayyan bosqichga yetganligining mas'uli. Taxminan 1-ci davridala Şinjanning yung to'qimachilik kasbi g'ali zo'r taraqqiyotlarga erishgan. Aminiya yig'iliq davridala Xotan rayonida gilam qatorliq yung to'qilma buyumlari barliqqa kelgan. Bu davr Xotan gilamchiligining bix surish bosqichi bo'lib hisoblanadi. Ba'zilar buni 4000 yil, 5000 yillik tarix ega deydi. Demek bu yungdan to'qilgan
bu selinci yani gilem umumen çarvıçılık, yaylakçılık medeniyetinin keyinki mezgillerinde meydana kelgan. 21 asrning daslibidan Şinjan arxeologiya tadqiqot o'rnidagi tadqiqotchilar Turpan yotqir qadimgi qabristonligidan bir gilamni qazib chiqqan. Gerçi u bir parça gilamning partisi bo'lsa-mu, ammo rangi intayin julaliq bo'lib, 2500 yillik tarixga ega ekan. U mamlakatimizdagi hozirgacha saqlangan yil davri eng uzoq bo'lgan gilam partisi bo'lib hisoblanadi. Xan tong sulalları güllengen mezgilden Yipek yolunun ronak tepişiga ergişip, Xotanның şarqdan o'ttir tüzənlik bilan, G'arbdan o'ttir Asiya, Yevropa bilan bo'lgan aloqasi kun sayin quyuqlashgan. To'qilma buyumlari o'ttir tüzənlik orqali tarqalgan. Buning bilan Xotan gilamchilik hunar san'atimi o'zliksiz ishkir o'lkalarga tarqalib, ishkir o'lkalarda gilamning umumlashishi va taraqqiyotiga turtki bo'lgan. Xotan davlatimizning qadimgi davridagi yung to'qilma buyumlarining vujudga kelish makoni bo'lib, ayni vaqtdagi tartux buyumlarining eng esili bo'lgan. Endi bizde hazır İran gilimi, Azerbaycan gilimi, Türkiye, Türkmen gilemleri katarlık gilem nuskulları var. Ondan başka işkil ülkelerde mesela Tianjin, Sucu katarlık yerlerde ipek gilemler ve yung ipek aralaş gilemler var. Endi bularınki şu asasi menbesi, dastlabki ündürmesi Xotan rayonundan tarqalgan dişki buludu. Bula elbette şu büyük Suudi yol arqılıq, ipek yol arqılıq Irak ellerge, çet ellerge kadar itip bağlan. Elbette bulamı özününki coğrafilik şaraiti, özünün estetik zevki ve başkalar asası da Muşu Xotan gilimini mənbə qıb durub, türlük nüsxudaki gilemlerini icat qılgan. Keyin bula yeni Muş ipek yolu soğudu arqılıq bizge qaytip kelgan. Şunu olan bu xil medeniyet almışış, gilemlerinin nusqa, renklerinin almışı, qatarlıq muş amıllar bilen bu yerde bir xil gilem medeniyeti Muşu rayonunu, mesela Otur Tüzənlik, Xotan rayonu, Otur Aziya rayonlarını qaplagan. 19 asrning oxiri 20 asrning boshlarida Sevinedin boshchiligidagi g'arb ekspeditsiyalari ko'p qatim Xotanga kelib, qadimiy shahar, qadimiy qabristonlik, o'ngir, qadimiy qal'a, qadimiy munar qatorliqlarni qezib, zo'r miqdordagi tarixiy qiymati intayin yuqori bo'lgan Xotan gilimi parchalarini bayqagan. Bu gilam parchalari Xan sulolasining oldi kaynida Xotan gilimi xam materialni tanlash, bo'yash qatorliq jihatlarda bir qadar mukammal qo'l hunarmandchilik tartibi shakllanishga boshlanganligidan derak beradi. Xotan gilimining paydo bo'lishi haqida Xotan xalqi orasida nurg'un rivoyat, hikoyalar keng tarqalgan bo'lib, buningda Yo'runqashliq Gulamxon rivoyati xalq orasida bir qadar keng tarqalgan ekan. Undaqda Gulamxon rivoyati bilan Xotan gilimining zodi qandaq munosabati bor? Gulamxon rivoyati zodi qandaq rivoyat? Ayni davrdan Xotandan gilam to'qish ikki daryo vodisida, ya'ni Yo'runqash daryosi bilan Qoraqash daryo vodilarida avj olgan va mush joylardan boshqa joylarga taralgan. Şuna bu ikki daryo vodisida Gulamxon rivoyati xalq ichiga keng tarqalgan. İlgirki Tarım vadisideki bir padişahlıkta, padişahının çever, akıllık, güzel bir sahip cemal melikisi bolgan iken, onun kamaleti şu dereceye yetken ki hatta o kuşlarının tilini bilir iken. Şunun bilen bu padişah bir günü kızı ve başka vezirlerinin hemralığında bağlarını seyahat kılıp, sayılı seyahat kılıp yürütüptü. Şu aralıkta bağ içinde kuşlar sayraptı. Kuşlarının tilini bildiğin, kuşlarının ki nemi degenligini bildiğin bu kızga padişah işaret kılıp, kızım siz Muşada sayravatkan, yakınma sayravatkan kuş nemi devatıdı o? Bana itip etsiniz depti.
Şunlar kızlar Allah bu kuş, men padişahını gaday kılıp teleymen, şundakla gadayını padişah kılıp teleymen deydi o. Dep cevap veripti. Padişah bunun tulumu xafa bo'libdi ve gazaplanıptı. Undaqda sen qani üzerinin binsiga tayinip gadayını padişah kıl dep onu bir gaday bilen çetip koyuptu. Melikinin iri jangaldan utun tuşup, utun satıdı iken bu satkan puluğa yiyip elip ayalığı verirken ayalı bunun xilma-xil keştilerini ve barbara gilem tuquptu. Keyin Elyut bilen çıkış kaklığı katarlık nurgun amullar bilen birlikte bu ilk gaday şu yutqı padişah buluptu. Günün bilen padişah bulanınki hakikaten bir gadaydın padişaha aylanğanlığını körüptü. Şunu bilen kızınınki tokugan bu selincisini, bu tokulun buyumunu gilem, gülem dep ataptı. Bu yerdeki gilem degen sözünün yüzü man muşerden peyda bolgan deyildi. Tarixiy xotirlar, afsona rivoyatlardan qaraganda, gilamchilikni ajdodlarimiz bir-biriga o'gitish, keyingilarga miros qoldirish asosida bugunga kelgan. Ming Qing sulolasidan gilamga bo'lgan ehtiyojning zo'r darajada eshishiga ergishib, gilamchilik mislsiz taraqqiyotga erishib, Jungoda Xotan, Beijing, Shizang, Qinghaydan iborat 4 cho'ng gilamchilik o'rni shakllangan. Bizning İpek yolumuz bu Kaşteşi yolundan keyinki muhim soda, medeniyet, ideya, itiqat qatarlıqlarının olmuşduğun bir yolu. Bu yollarınki çoğun önden başlanıp hatta Rim, Mesopotamiya tüzənlikləri kadar muşta tarqalğanlığı, bardığanlığı süremez. Muş jaryanı da bizden muş gilemlerimiz muş rayonlar tarqalgan. Bizden muş Xotan giliminin muşu Otra Aziya rayonlarında nayt qadimdan tatip meşe kirip kelganligi soda mal obortida bir xil nayt muhim tovar holatida bu yerlarda soda qilinganligini barat xotirlar nurg'un. Көрмән достlar, hazır mən Xotan gilimi muzeyida turvatıman. Bu orunda Xotan giliminin bütkül tarixi taraqqiyat jarayonlariga munosabatlik tarixiy paketlar, arxeologik bayqashlar va Xotan gilimiga doir nurg'unlagan madaniyat yodigarliklari saqlangan bo'lib, bu bizga Xotan gilimi haqida yaxshi uchurlar bilan ta'minlaydi. Undaqda Xotan gilam muzeyi Xotan gilimi haqida bizga qandaq uchurlar bilan ta'minlaydi? Xotan gilimiga o'ttir tuzanlik madaniyati, g'arb madaniyati va islom madaniyati singdirilgan bo'lib, uning turi boshqa davlat va rayonlarnikida mo'l. Bunun içinde bizge hemeden mühim boğunu, bunu 21 tal kuşun sürt isilgen bu gilam. Demek bunu aynı vaqtda hiç qanday xarit işletilgan bir gilam. Bunu hazırki tədqiqatlarga asaslanğanda iki xil göz qarashda barda bekitildi. Birisi bu bolsa bizning mush Uyg'urlarning islom diniga ishonishdan burunqi to'qib chiqqan bir gilam göz qarash. Yana birisi bolsa buning ustidagi qushlarga qarab balkim shu İşkir ülkelerge apırıp, soda satıqçı apırıp, işiltiş bir xil niyetide to'qib chiqqan gilam hesaplandı. Bolsa bunu Lonquning sürtüşülgen gilam. Bununki Hanzuchi atılış bolsa Bogu deydi deb ataymiz. Asli bununki tigi qizil. Bu vaqtning o'tishiga ergishib tarixi bir qadar uzun bo'lg'achqa bununki ranglar asosan o'ngib ketgan. Yana birisi bu yoqlarda saqlangan bu Eynek şkapның şirik gilam, yeni moyaqlarga esilgan gilamlarning hammasi bo'lsa, mushu kalkun nusxasi qatorliq mushu atalg'udagi gilamning turi. Xotan gilimi yana yipak gilam va zilchi gilamdan iborat ikki xilga ayriladi. Yipak gilam aslidagi zilchi gilamning ishlab chiqarish san'ati asosida o'ltir tuzanlikdagi yipak to'qimachilik va pil beqish texnikasini o'rnak qilgan asosda barliqqa kelgan.
Niye xarabisdan tepilgan şərqdən çıxdı 5 əxtər. O'ttir elga nap yetar degan xat kashtilangan kimxob bilan dandan o'ylik xarabisdan tepilgan pili urug'ining g'arbga tarqalishi haqidagi yog'och bosma naqsh rasmda bu ro'shan gavdalanadi. Bu bolsa ayni vaqtdagi kishilarningki mush palet ishlatilgan 5 xil element, ya'ni metal, suv, tuproq, yog'och qatorliq 5 xil elementninki astronomik hodisalar bo'lib, mushu Jungoga foydali degan nomga qaralgan. Bu hozir bizning mushu sirtqa chiqib ekskursiya qilishga bo'lmaydigan alay daraja qo'llanilgan turga 64 xil turninki ichiga kirgan birdan-bir gilam. Bizning keyingi mezgillardagi hayvonot, o'simlik va boshqa tabiat hodisalarini gilamga naqsh qilib tushirishdan iborat bu narsa. Yurak qadimgi davr bilan bog'lanadi. Bundaq sharoitda bu narsalar zaten qayerdan keldi degan vaqtda xalqimizning azaldan tabiat bilan birdakligini, tabiat bilan birga yashash, birga bu zaminni gullantirish, tabiatdan shafoat ilish, tabiatdan ne'mat ilish davomida qushlarni, gül-giyohlarni, hayvonotlarni ulug'lash, ularga tevinish hodislari bo'lgan. Gilam to'qish yuksak aql parosat va go'zallik tuyg'usi talab qiladigan mushaqqatli qo'l hunari san'ati bo'lsa-mu, biroq zamonlardan buyon Xotan viloyatida tashlanib qolmay, balki o'zliksiz rivojlanib bugunga ulashdi. Undaqdan qadimgi Ipak yo'li Xotan gilimining dunyoga tarqalishiga qanday ta'sir ko'rsatgan? Xotan gilimining ta'siri va tarixiy ahamiyati zoda qayerda? Xotan gilimining bahosi nima uchun yil seri o'rlaydi? Qiziqsanglar diqqatinglar, kelar hafta ko'rsatiladigan bayqash programmasi bo'lsin.